Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 1-fevral haftaning yakshanba kuni 2026-yil. Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bular pachkaga 90 ming so'm ekan. Donagachi? Donaga 95 ming. Donaga 95 ming so'm ekan. Razmeri nechidan nechigacha? 50 dan 54 gacha. 50 dan 54 gacha razmer ekan. Bunisi-chi? 55 ming ular, hamma uzun ko'ylaklar. O'ni burchakda qizil uzun 110 ming. Bular 55 ming so'mdan ekan buni. Buni o'zi bitta qolgan-a bundan-a? Mana nima bitta qolgan bu 110 ming so'm. Bunisi 110 ming so'mdan ekan. Mana bu uzundan boshlanadi, bundan boshlanadi shu qoragacha 55 ming deyapsizmi? Bu oxirdagi qizil 110 ming. Bunisi 110 ming so'm ekan, mana shu turgani. Hop, endi bu tomonda 120 ming so'm, pachkaga 115 ming so'm ekan. Buni razmeri nechidan nechigacha? 46 dan 52 gacha. 46 dan 52 gacha ekan razmer. Tigirga o'xshagancha uni. 90 ming pachkaga. Pachkaga 90 ming so'm ekan tigirlar. Bunisi-chi? Miramirlar 65 ming pachkaga. Miramirlar 65 ming so'm ekan pachkaga mana. Kela endi hamma yo'qlar. Qani sas. Telefon nomeringiz nechi? 91lik. 91lik. Nechi? 91 253 253 08 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Ham chiqarib beraveramiz. Прямойmi? Yo'q.